Nonko'rlar. Ha, oyi. Ularni ko'rsangiz, Layli Majnun deysiz. Menga desa Farhod Shirin bo'lmaydimi? Tohir Zuhra bo'lmaydimi? Sendan nariroq yursin, ko'z qilmasdan. Oyi. Nega men hayotim bunaqa bo'lib ketdi? Qanaqa? Janjalli. Tinchgina yashasam bo'lmasmidi? Doim nimadir chiqib keladi oldimdan. Menga qara. Yaxshi-da. Zerikmasdan yurasan. Oyi, bo'ldi qiling. Kulmang endi. Kulmang emish. Ha, o'zing sababchisan. Tavba. Qancha siqilganimni bilasiz, oyi. Siqilma, yig'lama. Ering ezilaversin. Chiroyli bo'lib yur. Men nima deyapman, siz nima deyapsiz? Bo'ldi, siqilma dedim. Seni siqilishingga bu ering arzimaydi. Mana shu yer. Meni ishxonam. Qaniki? Assalomu alaykum. Mana bular ham ishchi xodimlar. O'tiringlar. Juda ham chiroyli ekan. Qalay, ma'qulmi? Ha, menga juda ham yoqdi. Kompyuterda ishlashni bilasanmi? Yo'q. Qani, yur kelchi. O'tir. Yoqdimi senga? Ha, rosa ham chiroyli ekan. Kompyuterda ishlashni bilasan-a? Yo'q. Ha, hech qisi yo'q. O'rgatishadi. Mana qara, mana shu akalaring, opalaring hammaligi senga o'rgatishadi. Sen asosiysi ishni yaxshilab o'rgan. Xo'p. Xo'pmi? Ha. Keyin o'zimga yordamchi bo'lib, shu yerda ishlayverasan. Xo'p, rahmat. Maktabdan tashqari albatta. Bu senga qo'shimcha ish. Faqat bu degani maktabdan haligi qochib ketib bu yerga kelish emas. Yaxshi o'qiysan, xo'pmi? Bo'ldi. Kelishdik. Aha. Ana, Rahmat sizga kattakon. arzimaydi. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Yer yutkur yetimchaya. Shundoq vazani rasvo qildi-ya. Qayerga ketdi ekan bu yetimchalar? Izzat, hoy Ilyos. Dab bo'b yo'q bo'lib ketmaydimi menga desa? Voy, charchab ketdim. Aka, mamani yomon xotinga o'xshab qopdilar-ya. Buvim borlilarida unaqa emasdilar-yu. Buvimdan qo'rqib yaxshi gapirgan bo'lsalar kerak. Matluba xolamnikiga ketamizmi? Ha, bizanikiga kelinglar degandilar-ku. Men kenayimni yomon ko'rib qoldim. Oldin nola qilarkan. Chiqqim kelmayapti deb. Nega degan savolga u shunday javob berarkan. Men yer yuziga chiqqanimdan keyin yer yuzini kir bo'lib yotishini ko'rgim kelmaydi derkan. Shunda Alloh shunday javob berarkanki, sen chiqaver. Men sabablarni qilib qo'yaman derkan. Shunday odamlarni sabab qilib qo'yarkanki, ular quyosh hali chiqmasidan oldin yer yuzini supurib sidirib, tozalab, suvlar sepib, mahallalarni, Toshkent ko'chalarini, butun O'zbekistonimiz ko'chalarini juda ham chiroyli qilib qo'yishar ekan. Quyosh chiqqanidan keyin ana shu ozoda, toza bo'lib turgan ko'chalarni ko'rib, xursand bo'lib, o'z nurlari bilan uzoq-uzoqlarni yoritib, insonlarni xursand qilar ekan. Ana shu ko'chalarni tozalab, supurib sidirib qo'yayotgan insonlardan biri seni onang.
tushunding? Tushundim. Ana shunaqa gaplar. Pasha, Mana. Ya, shef keldi-yu. Qani kiring. keling. Keling, keling. Shef, yaxshi keldingizmi? Keling. Yaxshimisan? Yaxshi keldingizmi? Keling, tepaga chiqing. O'ting. O'tiring. O'tiringlar. Yaxshi keldingizmi? Aka, qiynalmadingizmi? Aka, bu narsa yeysizmi? Yaxshi bo'lardi. Kuyovingizdan peredacha kelgan. Uni harom narsasi kerak emas. To'g'ri, o'zimiznikidan ol, akani mehmon qilamiz. Tirikmi o'zi? Ha, tirik aka. Hali beri o'lmaydi. Unda uni o'zim o'ldiraman. Qo'limga tushadi-ku hali yana. Aka, nima bo'lgan o'zi? Bunchalik kuyovingizni yomon ko'rasiz? Aytsam tilim, aytmasam dilim kuyadi. Aytavering aka. Baribir ham qiladigan ishimiz yo'q. Joydan qo'y. Keyin gapirib beraman. Tomoq qaqrab ketdi. Mana choydan iching. Oling. Rostdan singlingiz mana shuni deb o'zini o'ldirdimi? Mana shunga chidolmaymizda. Bu dunyoda hamma narsaning javobi bor. Kenayim yomon xotinga o'xshab qolganlar. O'ylab qarasak, sizdan boshqa mehribon odam yo'q ekan. Meni uyda berkitib olib o'tiring bo'lmasam. Shunaqa bo'lsin. Shunday katta ishxonada birorta ish topilib qolar? Topamiz, oyi. Oyim hozir ancha o'zgarib ketganlar-da. Qo'zichon terisini yopmagan bo'ri oyi. Ular Germaniyani o'zlariga qaytarib olishmoqchi. Muammoni o'zim hal qilaman. Ko'p opa. Men sizga manzilini tashlab qo'yaman.